dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Keyingi urush Turkiya va Isroil o'rtasida bo'lishi mumkin. Vaziyat jiddiy. Rossiya Ozarbayjon bilan keskinlik fonida Armanistondagi bazasini to'ldirmoqda razvedka. Xamenei Isroil bilan urush boshlanganidan beri ilk bor omma oldida ko'rinish berdi. U xalqqa nimalar dedi? Rossiyada 3 o'zbekistonlik qo'lga olindi. Si Szinpin Putindan NATOga hujum qilishni so'rashi mumkin. Ramzan Qodirov urushga qancha harbiy yuborganini ochiqladi. Isroil Yamanga zarba berdi. Talofatlar jiddiy. Urologik muammolardan charchadingizmi? Prostata yallig'lanishi, tez-tez peshob, jinsiy zaiflik, bepushtlik kabi muammolar bezovta qilmoqdami? Turkiyalik mutaxassis Yunus Tur bilan bu dardga yechim toping. 100%, 200 mingdan ortiq mamnun mijoz, halol va ISO sertifikatlari, uzoq yillik tajriba. Prostamix haqiqiy erkaklar uchun tabiiy mahsulot. Batafsil ma'lumot 55 kodi bilan 513 99 99. Dunyo yangiliklari sizga ishonchli mahsulotni tavsiya qiladi. Keyingi urush Turkiya va Isroil o'rtasida bo'lishi mumkin. Yaqin Sharqda yangi geosiyosiy qarama-qarshilik kuchaymoqda. Yaqin Sharqda Turkiya va Isroil o'rtasida yangi ziddiyat yuzaga kelishi ehtimoli ortmoqda. Bu haqda Financial Times gazetasi o'zining tahliliy maqolasida ta'kidlagan. Nashrga ko'ra, mintaqadagi kuchlar muvozanati tobora beqaror bo'lib, ikki mamlakat o'rtasidagi taranglik ochiq qarama-qarshilikka aylanishi mumkin. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan IXT yig'ilishida keskin bayonot berdi. Falastin, Livan, Eron yoki Yaman muammosi yo'q, lekin Isroil muammosi bor degan Fidan. Prezident Erdo'g'onning yaqinlari esa Isroil Turkiyani strategik jihatdan o'rab olganini da'vo qilmoqda. Isroilda esa Turkiya ta'siri hatto Eronnikidan ham xavfliroq deb baholanmoqda. Suriya hozirda asosiy to'qnashuv maydoniga aylangan. Turkiya Suriyaning shimolini nazorat qilayotgan bo'lsa, Isroil janubidagi bufer zonasini egallab, kurdlar va druz guruhlarini qo'llab-quvvatlamoqda. Aprel oyida ikki tomon o'rtasida deyarli to'g'ridan-to'g'ri harbiy to'qnashuv yuz bergani ham qayd etilgan. AQSh mintaqadagi keskinlikni yumshatishga urinmoqda, ammo bu oson bo'lmaydi. Washington ittifoqchilari bo'lgan ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatni nazorat ostida ushlab turishga harakat qilmoqda. Biroq mutaxassislar nazarida mavjud geosiyosiy muhitda bu diplomatik muvozanat har qanday vaqtda izdan chiqishi mumkin. Rossiya Ozarbayjon bilan keskinlik fonida Armanistondagi bazasini to'ldirmoqda razvedka. Kreml Ozarbayjon bilan ziddiyatli vaziyatda Armanistondagi harbiy bazani mustahkamlamoqda. Bu haqda Ukraina razvedkasi xabar berdi. Razvedka xizmatiga ko'ra, mojaro oldindan tayyorlangan Rossiya Rostov va Volgograd viloyatlari, shuningdek, bosib olingan Qrimda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarni Guryumidagi bazasiga o'tkazmoqda. Bundan tashqari ta'kidlanishicha, Rossiya Kavkazning mazlum xalqlari orasida ko'ngillilarni faol ravishda jalb qilmoqda. Razvedkaning yozishicha, Kremlning bu qadami Rossiyaning Janubiy Kavkaz mintaqasida ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan kengroq strategiyasining bir qismidir. Rossiya qo'shinlarining Armanistonga kiritilishi mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirish va qo'shni davlatlarning pozitsiyalarini zaiflashtirishga qaratilgan. Razvedkaning qayd etilishicha, Moskva va Baku o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashishi Rossiyaning oldindan rejalashtirilgan ssenariysining bir qismi bo'lishi mumkin. Xabarda keltirilishicha, razvedka Rossiya qo'shinlarining Rossiya ichida ham, uning chegaralaridan tashqarida harakatlanishini ham diqqat bilan kuzatishda davom etmoqda. Armaniston tashqi ishlar vazirligi Ukraina bosh razvedka boshqarmasining Rossiyaning mamlakatdagi harbiy ishtirokini kuchaytirish haqidagi bayonotiga izoh berdi. Unda departament matbuot kotibi Anni Badalyan mamlakatning pozitsiyasi prinsipial ekanini va Armaniston hududidan 3-davlatlar qo'shni davlatlarning birortasiga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazish uchun foydalana olmasligini ta'kidladi. Xamenei Isroil bilan urush boshlanganidan beri ilk bor omma oldida ko'rinish berdi. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xamenei Tehronda Shia musulmonlari taqvimidagi eng muhim kun Ashura bayramiga bag'ishlangan diniy tadbirda ishtirok etdi. Eron televideniyasida Xameneining video lavhalari namoyish etildi. Ali Xamenei Isroil Eronga qarshi urush boshlagan 13-iyundan beri ilk bor omma oldida chiqdi. Eronlik yuqori martabali qo'mondonlar va yadro olimlarining o'limiga sabab bo'lgan 12 kunlik urushda Xamenei xavfsiz joyda edi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan Xamenei urush paytida oldindan yozib olingan video murojaatlarni tarqatgan va omma oldida chiqish qilgan. Isroil 13-iyundan beri Eronga zarba berib, yadroviy inshootlar, yuqori martabali harbiy amaldorlar va yadroviy olimlarni nishonga olmoqda. Eron bunga javoban Isroilga raketa va uchuvchisiz samolyotlar uchirdi. Qo'shma Shtatlar 22-iyun kuni Eronning 3 ta yadroviy obyektiga zarba berib, mojaroga kirishdi.
2 kundan keyin Eron oldindan ogohlantirilgandan so'ng Qatardagi AQSh harbiy bazaga hujum qildi. Isroil va Eron 24-iyun kuni otashkesimga kelishib oldi. Ali Xamenei 26-iyun kuni e'lon qilingan videoda Eron Isroil va AQShni mag'lub etganini e'lon qildi. Shundan so'ng AQSh prezidenti Tramp Eron oliy rahnamosini sharmandali o'limdan qutqarganini aytdi. Rossiyada 3 o'zbekistonlik qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar jarimaga tortildi va ularga Rossiyadan chiqarib yuborish jazosi tayinlandi. Rossiyaning Mordaviya Respublikasidagi Kovalinka shahrida ichki ishlar xodimlari tomonidan qurilish obyektida hujjatlarsiz ishlayotgan 3 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Mazkur shaxslar mehnat faoliyatini belgilangan tartibda ruxsatnomasiz amalga oshirganliklari sababli har biri 9000 rubl miqdorida jarimaga tortildi. Qo'lga olinganlar xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markaziga joylashtirilib, ularga nisbatan Rossiyadan ma'muriy chiqarib yuborish jazosi tayinlandi. Rasmiylarga ko'ra, bunday qonunbuzarliklar Rossiyada muhojirlar bilan bog'liq mehnat tartibini qat'iy nazorat qilish zarurligini yana bir bor ko'rsatmoqda. Mahalliy hukumat organlari hujjatsiz ishlayotgan xorijliklar bo'yicha reydlarni kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Shu bois O'zbekiston fuqarolariga xorijda ishlashdan oldin barcha huquqiy talablarni to'liq bajargan holda yo'lga chiqish tavsiya etiladi. Si Szinpin Putindan NATOga hujum qilishni so'rashi mumkin. NATO rahbari Mark Rutte Rossiya Xitoy iltimosiga ko'ra alyans hududiga hujum qilishi mumkinligini aytdi. Bu haqda u The New York Times gazetasiga bergan intervyusida so'z ochdi. Agar Xitoy Tayvanga qarshi kuch ishlatishga qaror qilsa, Xitoy yetakchisi Szinpin Rossiya prezidenti Putindan NATO hududiga hujum qilish orqali yevropaliklarni Hind-Tinch okeani mintaqasidagi vaziyatdan chalg'itishni so'rashi mumkin, deydi u. Ryutening so'zlariga ko'ra, bunday ssenariyning yuzaga kelish ehtimoli ortib bormoqda. Shu munosabat bilan u Pekin va Moskvani jilovlash uchun ikkita asosiy qadam zarurligini ta'kidladi. Ulardan biri rossiyaliklar hech qachon hujum qilmasligi uchun G'arb ittifoqini jamoaviy mustahkamlash bilan bog'liq. Ikkinchi majburiy chorani Ryute Hind-Tinch okeani mintaqasi bilan mudofaa sanoati va innovatsiyalar sohasida qo'shma ish deb atadi. Alyans yetakchisiga ko'ra, bunday hamkorlik prezident Tramp boshchiligidagi AQSh ma'muriyati tomonidan faol targ'ib qilinmoqda. Biz juda katta geosiyosiy muammoga duch kelyapmiz va bu birinchi navbatda yaqin tarixda tengi bo'lmagan tezlikda tiklanayotgan Rossiya. Hozir ular 3 oy ichida barcha NATO a'zolari bir yilda ishlab chiqaradigan o'q-dorilarni 3 barobar ko'p ishlab chiqarmoqda, deya ta'kidladi alyans rahbari. Pekin Tayvanni o'zining bo'lg'usi viloyati deb biladi va agar kerak bo'lsa, orol ustidan nazoratni tiklash uchun kuch ishlatishga tayyorligini bildiradi. Orol atrofida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday harbiy mojaro bir necha mintaqaviy koalitsiyalarning a'zosi bo'lgan va AQSh qonunlariga ko'ra Tayvanga har qanday tahdidni alohida og'irlik muammosi deb hisoblaydigan Qo'shma Shtatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ramzan Qodirov urushga qancha harbiy yuborganini ochiqladi. Chechenistondan Ukrainadagi urushda ishtirok etish uchun 60.344 nafar jangchi yuborilgan. Bu haqda respublika rahbari Ramzan Qodirov ma'lum qildi. Urushga yuborilganlarning 22.064 nafari ko'ngillilardir. Ayni paytda jangovar harakat zonasida 13.000 jangchi bor. Qodirov 7-may kuni Rossiya prezidenti bilan uchrashuvda urush boshlanganidan beri Chechenistondan 55.5 ming jangchi, jumladan 21.6 ming ko'ngilli yuborilganini aytgandi. Hozir frontda Mudofaa vazirligi, Rosgvardiya, Ahmad maxsus kuchlari va Checheniston ichki ishlar vazirligidan 11 mingdan ortiq yigitlarimiz bor, deb yozdi Qodirov o'shanda o'zining Telegram kanalida. Yanvar oyida Ramzan Qodirov urushga Xitoyning 5 ta zirhli Changjang pikaplari yuborgandi. U avvalroq Rossiya bo'linmalariga transport, dron va harbiy anjomlar jo'natganini aytgandi. 2024-yil oktyabr oyida esa Qodirov Rossiya uchun xalq fronti harakatida harbiy operatsiya ehtiyojlari uchun 100 ta jihod mashinasi bergan. Bundan tashqari Checheniston rahbari urushga 78 ta UAZ Patriot, UAZ 452 va Niva avtomobillari yuborilishini ma'lum qilgandi. Isroil Yamanga zarba berdi. Isroilning Sahal kuchlari 6-iyul kuni kechqurun Yamanning Hadayda, Ras Iso va As-Salif portlari hamda Ras Kanatib elektr stansiyasiga zarba bergani haqida xabar berdi. Hujumlarda harbiy razvedka va Isroil dengiz floti hujumlaridan ma'lumotlardan foydalanilgani ma'lum qilindi. Ro'yxatda keltirilgan portlar husiylar tomonidan Isroil davlati va uning ittifoqchilariga qarshi terrorchilik amaliyotlarini o'tkazishda foydalaniladigan qurol-yarog'larni tashishda foydalaniladi, deyiladi Sahal xabarida. Ularning qo'shimcha qilishicha, Ras Iso portida 2023-yil noyabrida husiylar tomonidan qo'lga olingan Galaxy Leader yuk kemasi yo'q qilingan. Isroil armiyasining ma'lumotlariga ko'ra, Yaman husiylari keyingi faoliyat uchun boshqa kemalar harakatlarini kuzatish maqsadida unga radar o'rnatgan. Ras Kanatib elektr stansiyasiga kelsak, u husiylar rejimining harbiy amaliyotlari uchun muhim elektr manbai bo'lib xizmat qilgan, deyiladi Sahal postida. Ayni paytda husiylar Yaman havo kuchlari Isroilning tajovuzkorligiga qarshi turishni bildirdi. Shuningdek, ular Tel Avivdagi Ben Gurion xalqaro aeroportiga gipertovushli ballistik raketa bilan muvaffaqiyatli zarba bergani haqida xabar berdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.